Hicriye 3. asırning 18-yillari kishilar diqqatini buyuk bir olim kishiga markazlashtirgan bo'lib, bu kishi butun hayotida ilmiy tadqiqotdan boshqa hech qanday ish bilan shug'ullanmasdan, faqatla ilm o'rganish va hadislarni jamlash, fiqh sunnatni kishilarga bayon qilish yo'lida xilma-xil jabr-jafo, to'sqinliklarga uchragan va ilm so'rinlaridan zo'rlik bilan kishanlanib, qamchilar bilan urilib, aziyat berilgan. İlim o'rgatishdan chekinib, qorong'u zindonlarda nazarband qilingan bo'lsa-mu, yanada umrini va hayotini islom yo'lida fido qilishga rozi bo'lgan Darussalomning imomi, o'z asridagi faqihlar va muhaddislarning shayxi, Shayxul Islom Imom Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhu edi. İmam Ahmad Hicriye 164-yili Bag'dodda tug'ilgan. U o'sib yetilgan oila odatdagi bir namrat oila bo'lib, İmam Ahmad borg'imi, yo'qmi kunib cho'ng bo'lgan bo'lib, tarixshunoslar İmam Ahmadning dadasining u kichik vaqtida vafot etib ketganligini va uning yetimlik ichida onasining tarbiyasi ostida o'sib yetilganligini xotirlagan. Ana shu kunlarda bo'lsa, Bag'dod islom dunyosining poytaxti bo'lib, xilma-xil fanlar va ilm ma'rifatning makoniga aylangan. Atrofidagi boshqa bolalardan chechanlik va ziyraklikda alohida farqlanib turadigan İmam Ahmad onasining yetakchiligida Qur'oni Karimni yodlab bo'lgan. Yoshlik paytlaridan boshlabla ilmga herisman bo'lgan İmam Ahmad arab tilini o'rganish va hadis yodlash bilan birga Payg'ambar alayhisolamning, sahobalarining, tabiinlarning tarixini dars qilishga va sahobalardan, tabiinlardan kelgan asarlarni o'rganishga boshlagan. Shu vaqtlardagi xilma-xil ilmlarning bo'stoni bo'lgan xilofatning poytaxti Bag'dodda o'sib ketayotgan İmam Ahmad boshqa ilmlarni tanlamasdan hadis ilmiga alohida ko'ngil bergan bo'lib, hadis ilmi uni fiqh ilmiga boshlab qolgan. İmam Ahmad hadis ilmi bilan fiqh ilmida tang yetishib chiqqan zotdir. İmam Ahmad ilmni shu zamonlardagi islom davlatining eng chong qozisi, İmam Azamning shogirdi, İmam Abu Yusufning rivoyat va diroyatni jamlaydigan fiqh ilmini elish bilan boshlagan. Ammo İmam Ahmad, İmam Abu Yusufning ilmlari ichida hadis ilmiga bakirah moyil bo'lgan bo'lib, İmam Ahmad bundoq deydi: "Menga eng burun hadislarni yozib bergan kishi İmam Abu Yusufdir." Shundoq İmam Ahmad, İmam Abu Yusuf'tan hadislerini öğrengen ve fıkıh ilmini düşengen. İmam Ahmad en avval hadis ilmini öğrenişini niyet kılgan bulup, şu zamanlarda muhaddis ulemalar İslam devletinin Bağdat, Kufa, Basra, Hicaz, Yemen ve ondan başka her kaysi şehirlerde orun algan bulup, hadis ilmini öğreniş ve onu toplaş, hatırlaş ve rivayet kılış için yukarıda tılgı ilingan yerlerge verişi çok gerek idi. Şunda qilib İmam Ahmad hicretinin 179-yili 15 yaş vaqtida Bag'dodda hadis o'rganishni boshlagan. Bag'dodda 7 yilga yaqin turib, u yerdagi hadis ulamalaridan dars olgan. 186-yili Bag'doddan Basraga hadis o'rganish uchun safar qilib, u yerda 1 yil turgandan keyin 187-yili Hijozga safar qilgan. Tarixshunoslar İmam Ahmad ilm o'rganish uchun Basraga va Hijozga 5 qatimdan, undan boshqa islom shaharlariga ve Mekke'ye safar kılganlıkını ve u yerde İmam Şafii bilen uçuruşup onundan ilim alganlıkını hatırlagan. İmam Ahmad İslam iqlimlaridagi ilim üçün kılgan seferlerde xilma-xil qiyinchilikqa duch kelgan bo'lsa-mu, qilcha bo'shashmagan. Ustozlardan anglagan ve yozib olgan hadislarni murisiga ortib ketayotganida, uni tunuydigan bir kishi uning murisiga ortib olgan dövdü ve hadis kitoblariga qarab, uningga ich og'ritgan holda bir qatim Kufaga, bir qatim Basraga, yana bir qatim boshqa yerga to'xtamasdan ilm olaman deb safar qilasiz. Zodi qachon shunday yurisiz deb so'rganida İmam Ahmad rahimahulloh qalam bilan qabrgacha deb javob bergan. Va u bunda qo'shib qo'ygan: "Toki men qabrga kirguncha ilm talab qilaman." U ilm egallashda yodlashga tayanmasdan, balki anglagan har qanday darsini yezib saqlagan. İmam Ahmad İmam Şafii bilan uchrashganida fiqh ilmini o'rgangan va shuning bilan birga o'zi anglagan hadislarni yodlash bilan çekinip kalmay, hadisinin gayelerini ve fıkhi ma'nilarini düşünüp okugan. O sahabelerinin fatvalarını ve fıkhisini tadqiq kılgan. Şunda qilib hadis bilan fıkhi ilmi İmam Ahmad'da cem bulgan. İmam Ahmad hadis ilmini öz eserideki barliq manbalarini öğrengen. Hadis öğrenişte Bag'dod, Kufa, Mekke ve Medine'deki muhaddis ustazlar bilan çekinip kalmasdan hatta Yemen'e borgan. Uçkuroqni aytganda İmam Ahmad falana bir şehirde falana bir kişi Resulullah'ın hadisini bildiken dese, onun yanına berip şu hadisini yezip toplagan. Mana şundaq şicaat ve üzdüksüz tirikçilik neticesi de hadis ve fıkhide yetişip çıkan İmam Ahmad 40 yaşında ders ve fatva işleri için oldurgan. Kişilerge zahidliki ve isirliki ve şöhretin qıç rıgbatının küçüklüğü bilen tunulup meşhur bolgan İmam Ahmad şeref ve şöhretin hoşsumu, şeref bilen şöhret
uning orqasidan qo'g'lab mangan. Imom Ahmad yashagan asrda islomiy aqlga yot bo'lgan fikr va ko'z qarashlar ko'plab maydonga kelgan. Ana shularning birisi bo'lsa, Mu'tazillar o'tirib qo'ygan fikriy tilash tortishning manbasi bo'lgan xalqul Qur'on, ya'ni Qur'on maxluqmi emasmi masalasi edi. Mu'tazillar firqasi Qur'on maxluqdir degan ko'z qarashda bo'lib, shu chog'dagi hokimiyat beshidagi xalifa Ma'mun hijratning 212-yili bu ko'z qarashni qabul qilib, Qur'onni maxluq deyish haq mazhabdir deb e'lon qilgan. Shundan beri Imom Ahmad va uning o'xshash olimlar Qur'onni maxluq deyishga zo'rlanib, qiyin qistabga uchirgan. Bo'libmi Imom Ahmad qanchaligan zindonlarga etilish va qiynashlarga uchrash va nazarband ostiga ilinishda qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsa-mu, Qur'on maxluq emasdir, u Allohning kalomidir degan haq qarashida mustahkam turgan. Imom Ahmad haqida uning zamondoshlari va boshqalar nihoyat yaxshi baholanib berishdi. Imom Shofiy mundaq deydi: "Men Bag'doddan chiqqan chaqda, Bag'dodda Ahmad ibn Hanbaldan olim, taqvodor va uningdan faqih rahbari yo'q edi." Rabi ibn Sulaymon mundaq deydi: "Bizga Imom Shofiy mundaq dedi: Ahmad ibn Hanbal 8 xil sifat jamlangan imomdir. Bu bo'lsa hadis imomi, fiqh imomi, lug'at imomi, Qur'on imomi, fiqhlikning imomi, zohidlikning va taqvodorlikning imomi, sunnatning imomidir. Abdurrahmon ibn Mahdi, Isoq ibn Rahavayhi, Ali ibn Madini, Yahya ibn Ma'in, Qosim ibn Salam qatorliq Imom Ahmadning zamondoshlari va shu zamonning katta ulamolari Imom Ahmad haqida yaxshi baholar berishgan. Imom Ahmadning hayoti yo'qsizlik ichida o'tgan bo'lsa-mu, boshqalarning bergan yordamlarini qabul qilmaydigan zot bo'lib, xalifa va o'rda tarafdan yoki boshqa har qanday kishi pul mol dunyo hadiya qilay desa, chiroyli chirat qiladi. Tarix-i Zahabiy degan kitobda mundaq deb xotirlangan: "Mening bir qo'shnim bor edi. Bir kuni menga bir kitobni elib chiqib, bu kimning yozgan xati bilamsan dedi. Men bu Ahmad ibn Hanbalning xatiga, bu seni nima qiladi desam, u mundaq dedi: Men Imom Ahmad bilan Makkada Sufyan ibn Uyaynaning yerida turardik. Tuyuqsizda Imom Ahmadni bir qancha kun yo'qitib qo'ydim. Ondan uningdan ansirab uni izlab uning uyiga bordim. Borganimda ishi gepqiq ekan. Men Imom Ahmadga qanday ahvoling, nima uchun yo'qolib ketsan desam, Imom Ahmad kiyimimni o'g'ri oldi. Shunga sirtqi chiqolmadim dedi. Men uningga yenimdagi dinorlarni xohlasang sana hadiya qilay yoki qarz beray desam, u qat'iy unmadi. Undaqda bu dinorlarning o'rniga menga bir kitob yozib bergin. Men sana bu dinorlarga kiyim kelib beray dedim. U ma'qul bo'lib, bu kitobchini yozib berdi. Shundaq Imom Ahmad dunyolik jihatda qiynalib o'tgan bo'lsa-mu, hech qachon voysimadi va hech kimning bergan pulini va atosini va hadiyalarini olib boqmadi. Imom Ahmad kishilar etizlar qilib tashlayotgan ziroat va o'tin qumishlarni egisidan so'rab yig'ib olibdi va shu narsalarni ulug' taqvodor Shayxul Islom bo'lgan bu kishi muborak dumbisiga ortib qaytib keldi. Hanbaliy mazhabining qurg'uvchisi, o'z zamonidagi olimlarning sarxili bo'lgan Imom Ahmad islom ummatiga Musnad al-Imom Ahmad nomli kitobini qoldirib ketgan. Imom bu kitobida 40 mingga yaqin hadisni yozgan. Undan boshqa hadis tadqiqoti va hadis raviylar haqida 15 ga yaqin kitob yozib qoldirgan. Hanbaliy mazhabi tarixda Najdi va Xalij davlatlari va Sham diyori va Misr qatorliq zamonlarda tarqalgan. Bugungi kunimizda bo'lsa, Saudiya Arabiston va shuningga o'xshash davlatlardagi musulmonlarning mazhabi bo'lib tanilmoqda. İslam ümmetining o'chmas bilgisi, taqvodor obid Shayxul Islom Imom Ahmad ibn Hanbal hijratning 241-yili Rabiul Avval oyining 12-si juma kunida 77 yoshda kasal sababidan vafot bo'lgan. Jinoz namoziga 800 mingdan ortiq kishi qatnashgan. Alloh taolo Imom Ahmad hazratlaridan rozi bo'lsin va yuqorida tilga ilingan yoki tilga ilinmagan, mazhablari tarqalgan yoki tarqalmagan barcha imomlardan rozi bo'lsin.